Qiziq, nimaga mana bu yerga judayam politsiyalar ko'payib ketdi merda uyiga? Yana nima bo'libdi ekan? Voy, yana muammolar chiqqan bo'lsa. Aytgancha barchaga salom do'stlar. Meni ismim Shahis va men yangi video roligimga xush kelibsizlar. Bolalar obunachilar buni qaranglar. Ko'rib turganinglardek bugunda qanaqadir nima desam bo'ladi, mana bu yerdan qanaqadir odamlar kelgan va yana militsiyalar kelgan. Buning uchun hozir bolalar mana bu qishloqdan so'rab nima bo'layotganini bilib olamiz. Qishloqqa bu yerda nima bo'lyapti sir bo'lmasa? Qara, Shahis, bu yerda ber ayblanmoqda. Ko'pchilikni nima desam bo'ladi, firibgarlik qilibdi, firibgarlik. Tushunmadim, firibgarlik? Qanaqa firibgarlik bo'lishi mumkin? Nima, ko'pchilikni allaganmi? Albatta shunaqa bo'lgan. Agar desam bilmoqchi bo'lsa ichkariga kir, mani lekin kiritishmayapti. Ha, to'xta bo'lmasa men kiraman. Yo'q. Janob ko'rsam bo'ladimi? Yo'q, teginish mumkin emas. Hop, mayli. Hop, bu yerda nimalar bo'lyapti? Bu yerda qanaqadir intervyular beryapti, mana bu videolar olyapti. Mayli, hozircha video olib tursinchi, hozir bizda ichkariga kirib ko'rib olamiz. Kirsam bo'ladimi? Janob, nimaga siz kiryapsiz? Men shu qishloqda yashayman va bu merni taniyman. Как раз bu yerga keling. Kechirasizlar, sizlar merni nima desam bo'ladi? Mana bu firibgarlik bo'yicha ayblayotgan ekansizlar. Albatta. Lekin men uni qilmaganman, Shahis, menga ishon bilasan, men yaxshi odamman. Lekin mer, nima desam bo'ladi, buncha ko'p pullarni qayerdan olishingiz mumkin? Axir merlarning oyligi kam bo'lsa, to'g'rimi? Albatta, shuning uchun biz bu merdan juda ham shubhalanmoqda. Biz hozircha tekshiruvlar olib borilmoqda. Demak, buni hozircha bilmaysizlar, to'g'rimi, bu pullar qayerdan kelganini? Albatta, bu pullar qayerdan kelganini ham bilmaymiz. Даже bu pullarni bizga ham bermagan biza. Bu pullar o'zidan o'zi paydo bo'lib qolishi mumkin emas. To'g'ri aytasiz lekin. Bilmadim, obunachilar buni qaranglar, ko'rishingiz mumkin. Hozir bu politsiyachi janob to'g'ri gapirmoqdalar. Bu pullar qayerdan kelgan, nima bo'lgan, o'zidan o'zi paydo bo'lmagan deyaptilar, to'g'ri. Sen o'zingcha nima meni tarafimda olishni o'rniga nimaga sen tasdiqlayapsan? Mer, lekin bir tomondan to'g'ri gapiryapti bular. Lekin nima desam bo'ladi? Men sizni o'g'ri deb o'ylamayman, bunaqa yomon odam deb o'ylamayman. Bu asos bo'la olmaydi, janob. Men bilaman, lekin aytayapman-da. Mana bu yerdagi pullarni olmadinglarmi? U yaxshi. Bu yerdagi pullarni olmanglar. Bu yerdagi pullar o'zingizlar bilasizlar, davlat tomonidan keladi va bizga oylik bo'lib keladi. Albatta, bu yerdagi pullarga teginganimiz yo'q va endi agarda bu noqonuniy pul kelgan bo'lsa, mana shundan merni qamaymiz va yangi mer sizlarga tayinlaymiz. Menimcha bilmadim, bu yaxshi g'oyami, yaxshi g'oya emasmi? Nima desam bo'ladi? Janob, men ketdim, bo'lmasa hozir men tashqariga chiqib nimalar bo'layotganini ko'rsam bo'ladimi? Albatta, sizga yana bitta ishimiz bor. Qanaqa ish? Qisqasi, siz mana shu yerda hozir admindan biza javob so'ramoqda biza. Agarda admin javob bersalar, shu yerda siz qamoqxona qurib berasiz biza uchun. Sizlar uchun nima? Sizlar qamoqxonaning ichida bo'lasizlarmi? Yo'q, mer uchun. Albatta, bo'ldi. Xo'p, bo'lmasa mayli. Nima desam bo'ladi? Narsalarni kim olib keladi? Albatta, biz olib kelamiz. Xavotir olmang. Faqat siz qurib bersangiz bo'ldi. Xo'p, mayli. Bola obunachilar buni qaranglar, bizdan qamoqxonadan nima desam bo'ladi? Qamoqxona qurib berasan deyapti. Mayli, nima bo'lganda ham. Janob. Sariq bola, yaxshimisan? Siz bu yerdagi bo'layotgan hodisalarga nima deb javob berasiz? Nima fikrdasiz? Kameraga qarab gapiring. Mayli. Qisqasi, men bu yerdagi narsalarga, qishloq, yaxshimisan? Yaxshi, gapiraver, sen intervyu beryapsan. Mayli. Qisqasi, men bu yerdagi ahvollarga men juda ham yomon qarayapman. Sababi nimaga merda bular ayblayapti va mer o'ziga pul topgan bo'lsa, balkim YouTubedan topgan bo'lishi mumkin yoki bironta yerdan topgan bo'lishi mumkin buncha pulni. Lekin baribir ham isbot yo'q va dalil yo'q. Merda hozircha aybsiz deb qaror qilmoqda biza, to'g'rimi? Albatta. Va siz sherik bo'lganmisiz? Yo'q, men sherik bo'lmayman. Bu mer bilan umuman tanimayman bu merni. Bu mer vashshi, men yomon ko'raman merni, qisqasi. Mayli. Nima bo'lganda ham siz o'zingizcha vashshi asamga o'ynayapsiz, nimaga bunaqa savollar beryapsiz? Meni aybdor demoqchimisiz? Yo'q, shunchaki biz aniqlik kiritib olamiz. Mayli. Mana bu qishloqqa ham bilsa kerak. Yo'q, bilmayman, men ketaman. Bo'lmasa yo'q qolay, mana bu kameraga umuman kelma. Yo'q, mayli. Nima bo'lganda ham, sizlar ishonmanglar. Mer balkim yaxshi odam bo'lishi mumkin. Bular balkim yolg'on gapirayotgan bo'lishi mumkin, lekin bilmadim. Siz televideniyega bunaqa gaplarni gapirmang.
Mayli, lekin baribir ham to'g'risini aytyapman-da. To'g'ri, вообще. Mayli, o'zinglar bilasizlar. Lekin sizlar yolg'on gapirmanglar, tushundinglarmi? Nimalar deb o'zimga o'zim men, короче, men ketdim. Bular nima? Bolam qaranglar, shuncha mashinalar bu, buni qaranglar. Mashina. Menimcha mana bularni mashinasi mana shu bo'lsa kerak, sababi bilasizlar. Har doim televideniyadan kelganlar shunaqa katta mashinalarda keladi. Va bola Bugatti bola. Bugatti. Bilmadim bola, bular juda ham boy politsiyami? Mayli, Bugatti-da. Urushiga oz qolibdi bolalar. Deyarli tegibdi, adashmasam, deyarli tegan. Nima bo'lganda ham. Mayli, bo'lmasa men qurishni boshlayman, sizlar nima desam bo'ladi? Narsalarni olib kelinglar, tushundinglarmi? Janob, nima haqida gapiryapsiz? Uzr. Janoblar, sizlar narsalarni olib kelaveringlar, men qurib beraman, okey? Albatta, bo'ldi, narsalar yo'lda kelib qoladi. Xo'p, mayli. Mayli, hozir obunachilarimga gaplarim bor. Bolalar, obunachilar yaxshimisizlar? Bolalar, o'tgan safargi video roligimizda aktiv salgina tushibdi bolalar. Bu juda ham yomon degani, lekin nima bo'lganda ham bolalar. Hozir narsalar kelsincha bir gap bolalar. Ungacha mana shu yerga narsalarni kelishini kutamiz va qani nima bo'lar ekan ko'ramiz-da. Xo'p, bolalar, mana ko'rishinglar mumkin. Mana bu yerga politsiyalar zakaz qilgan narsalarning barchasi yetib keldi. Bular juda ham ko'p narsa zakaz qilganmi bolalar, buni qaranglar. Juda ham ko'p yashiklar bor va yashiklar har tomonga qarab turibdi. Nima bo'lganda ham xo'p bolalar, ko'p politsiyalar ketdi va ayrim politsiyalar qolgan, bitta politsiya qolgan, ikkita, uchta, to'rtta politsiya qolibdi. Janob, siz nimaga qoldingiz? Albatta, men orqani qo'riqlab turishim kerak. Balkim bu mer qochib ketishga harakat qiladi. Mayli, mer. Bu bo'lganda ham xo'p, qishloqlar gaplashishmoqda. Mana bu yerdagi eng yoqimsiz intervyuchi sariq bolami kim bo'lsa ham ketdi. Yaxshi, nima bo'lganda ham xo'p. Bo'lmasa hozir birinchi o'rinda xo'p bola yaxshi mashinasini o'zidan bilib olibdi. Sababi bola bu yerda qurilishlar bo'ladi va qurilishlarda mashinasi ustida nimadirlar tushib ketishi mumkin bola va men yana to'lash niyatim yo'qda, to'g'risini aytsam bola. Xo'p, mana bu bloklarni olamiz bola. Bu bloklar juda ham kerak bizga. Va xo'p, bularni ham olamiz. Bu ustiga chiqib, короче, takoy. Xo'p, buni bo'shatib adashmasam, yaxshi bola, bularni ham olamiz. Xo'p, kerakli narsalar bor ekan, yaxshi. Xo'p, bu yerda ham bloklar bor va bolalar, mana bu yerda ham adashmasam narsalar bor. Okey, xo'p, bu yerda buni ham olamiz. Okey, xo'p, buni bo'shatdim adashmasam, mana bu yerda ham bor ekan, bo'ldi bola. Xo'p, qolgan narsalarni keyinroq olamiz. Xo'p bola, qayerdan boshlasam ekan bola? Menimcha tepadan quramiz. Bu yerni polni qamoqxona qilgandan ko'ra. Xo'p bola, birinchi o'rinda mana bu yerga narsalarni quramiz va yana boshlaymiz o'zimizning qurilishlarni. Ehtiyot bo'lishim kerak, chunki bola tushib ketish ehtimoli bor. Xo'p, mana bu yerdan buzishni boshlayman. To'g'rilamasam bo'lmaydi bola, bilasizlar. Xo'p, yaxshi. Yana bir ikkita bloklarda bola. Hozir pastga tushib, hozir bularga aytib o'tsam, boshinglarni ehtiyot qilinglar deb. Politsiyachilar, boshinglarni ehtiyot qilinglar, xo'pmi? Xo'p, janob. Mayli. Okey, xo'p, to'xtanglar. Hozir yopib qo'yamiz. Xo'p, politsiyachilar ustiga tushib ketmasligi kerak. Xo'p, vashdan past tashqariga chiqishsa zo'r bo'lardi-da. Mayli, ularga buyruq berib bo'lmaydi-yu bola. Mayli, qani qurib bo'laychi, nima gap bo'lar ekan? Voy, juda ham charchadim-da, bolalar. Juda vahshiy ko'p ishlatishib yuborishdi meni. Yaxshi bolalar. Vahshiy juda ham ko'p ishladim bolalar. Ko'rishinglar mumkin. Mana buni usti bola. Voy, juda ham qiynalib ketding shahar deganlar bo'lsa. Bola, katta rahmat meni o'ylatganinglar uchun. Xo'p, turaman. Yaxshi. Xo'p, mana bularni endi tozalash kerak. Bularni to'g'riladim. Mana militsiyalar o'zim mana shu yerga o'tirishib olgan. Mana mer mana shu yerda. Va qisqasi mana shunaqa gaplar. Hozircha mana bularni olib turamiz. Bolalar, xo'p, yaxshi. Bularni buzamiz, bolalar, juda ham ko'p ishlar. Voy, sanama. Vashshe bor bola, oyog'imni sindirishimga oz qoldi. Yana. Oppa, yaxshi. Hop, buni buzdik, bularni ham buzamiz. Bularni bolalar juda ham ko'p ishlar. Bilmadim. Menga qolganda borib bularni qoldirib yuborardim. Mayli bola, hozircha mana shu yerdagi narsalarni buzib turamiz bola, keyin esa bu yerdagi narsalarni buzib qo'yamiz bola. Hozir bola, o'zim ham charchaganman, sizlarni ham charchatdim, nima qilaman bola. Xo'p, bu yerda mashinani qo'yib qo'yaman bola. Politsiyaning mashinasi turish kerak bola, bilasizlar. Xo'p, yaxshi. Xo'p, bu yerda olim, yaxshi. Shaxs, mana bu kravatni o'rnasang bo'lmaydi, bu qanaqa bo'layotibdi. Mer, o'zi siz shukur qilsangiz bo'lardi. Men bularni aytdim, merda aybi yo'q deb shuncha gaplar qildim. Janob yubordi-da mana buni to'g'rila deb.
Mayli, janob kirishingiz mumkin. Xo'p, mayli, rahmat. Bola obunachilar buni qaranglar, yuvordi. Вообще musorligini qaranglar bu yerni. O'zing qurgansan, tushunaymi? Ko'p gapirma endi. Siz nima, hali siz bilan boshqa gaplashaman, tushundingizmi, mer? Siz rahmat deng, men shuncha qurib sizga bano qilyapman, sharoit qilyapman. Men kitobda ham men o'zim olib keldim. Mayli, mer o'zi yaxshilikni tushunmaydigan shunaqa odam-da. Qochay olimdan asam yo'ynaysan san ham. Mana, bo'ldi. Boshqa yo'q sanga hech qanaqa yordam. San nima? Hali ko'rasan meni, tushundingmi? Sen hali sansalashga o'tdingmi? Mer o'ziz mana asam yo'nyapsiz. Zo'r quruvdim. Mayli, nima bo'lganda ham bola. Xo'p, mana shu yuqoriga chiqib, mana bu yo'llarni ham buzish kerak. Nima bo'lganda ham bolamni qaranglar. Sizlarning fikringizcha, mer shunaqa ishlar qilishi mumkinmi? Mana bolalar shu oldingi video roliklarda merda muomalasini ko'rgan bo'lishinglar mumkin. Balkim sizlarga yoqmagan bo'lishi mumkin, balkim yoqqan bo'lishi mumkin. Bilmadim, menga qolganda bolalar bilmadim. Merda muomalasi umuman yoqmaydi va mer qaniydir kibr va mer bu pullarni qayerdan olibdi bilmadim. Bu pullar hozircha bankka ketdi. Agarda mer aybsiz deb topilsa, u pullarning barchasi merga qaytarilib beriladi va yana mer ozod bo'ladi. Bola bilmadim, lekin mer bu ishlarni qilganmi, yo'qmi, uzr so'rayman. Bola mana bu yerga yana narsalar qurib, qarochi hamna qilib o'zimcha qurganda men bolalar. Okey, yaxshi. Uzr so'rayman bolalar, agarda mana shunaqa kamchiliklar uchun bilasizlar, o'zim mana shu qurilishlar uchun mana shularni ishlatishga majbur bo'ldim. Mayli, pastga tushaman va bolalar bilasizlar, mana bu yerlarni ham tozalashimiz kerak. Lekin narvonni juda ham ajoyib qurdim, adashmasam. Yiqilib ketmasa kerak, xotirgan-kuman. Nima ham derdim, mayli bolalar, bugun sizlar bilan men yana shaxs bo'ldim. Aytgancha bola obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin, tezroq biza 5 mingta bo'lishimiz kerak. Nima ham derdim, mayli bolalar, sog', salomat bo'linglar.